Assalamualaikum Yoqujon aka. Benim ismim Sharifjon. Namangan rayonidan, Alçaqishloqdan. Mana men sizni 20 yildan beri o'qitib, 20 yil degani to'pdi. Bundan 20 yil oldu. Farzandli bu işte 1-2 yil, 3 yil vaqtimiz ketdi. Shunda kelib doktorlarga davolandik, o'qib kelib, mana bu nima deydi, bu ixlos qilib do'rlaringizni ochdi. Farzandli bo'ldim, 4 ta farzandim bor, Xudoga shukr. Bundan ketti yana 2 ta o'shnam olib keldim. O'shnamdan bittasini 5 ta o'g'li bor. Yana bittasini 4 ta farzandi bor. Xullas natija to'p ming rahmat sizga. Bundan tashqari governmentlarni ham ko'rsatgani kelganmiz, o'shnamnikini. Doktor ertaga operatsiya qilamiz deganda, yo'l baqa oldi bir bo'ldi ko'rsatavli deb kelganmiz. O'shani siz ko'rganingiz vaqtda 3 kunda yaxshi ketgan, kelib sizga rahmatini aytib ketganmiz sizingizga o'shanda. Shundan biz ko'rishib olmay ketdik. Mana safar ishlagan ketib qoldim. Mana yana qidirib kelib turib, mana shikoyatlarim do'rlarga keldim. Ixlos bilan qilsa foyda qilishar. Agar biz shu foyda anaqa bo'lmaganda, natija bo'lmaganda, vaqtga kelmasdik. Sizni oldinga Salomat bo'ling. Avvalo Alloh shifo beruvchi va niyat qilsiz. O'sha kichkina jijilarni ham olib keling, o'shalarni bir ko'raylik. Ko'rasiz.